Matlubaxon? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir sizlarga telefon qildim. Uyda hech kim yo'q. Anchadan beri ko'rinmaysiz. Xafa ko'rinasiz? Yo'q. Sog'misiz o'zingiz? Xayriyat. Bugun havo biram yaxshiki. Voy, yolg'izlik qursin, zerikib aylanganim chiqdim. Hammalari ketishgan. Ha, Sama bugun Olmaotadan telefon qildi. O'sha yerda musobaqaga qatnashyapti. 2-3 kundan keyin qaytib kelarmish. Bilasiz, Mufiz kultura institutiga o'tib o'qimoqchi. Eshitib juda xafa bo'ldim. Uni kursda qoldirishibdi. Ana u bosh vrachinglar. Asqar Aminovichmi? Shunaqa shekilli. Ezmaligim qursin, kechirasiz. Biznikiga yuring, gaplashib o'tiramiz. Yo'q, ishga borishim kerak. Sizgina. Xizmatchilikda. Xayr. Yaxshi boring. Uyga keling.